Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi darsligimiz asosan o'sha asalarichilik asboblari, ya'ni inventarlar hisoblanadi. Eng asosiy inventarlardan biri bu tutatqich deyiladi. Ya'ni xalq tilida dimar deydi. Ya'ni tutatqich. Mana ko'rib turganingizdek, demak, ko'rinishi mana shunaqa ko'rinishga ega. Mana bu dimar deyiladi. Ya'ni bu qismi asosan havo bilan, demak, ichidagi tutunni cho'g'i, demak, tutunini kuchaytirib beradi. Bu tutatqich deyiladi. Keyingisi mana masalan shotka deymiz. O'sha arlarga asosan o'zi asal olishda ishlatiladi. Bu anjomimiz, o'sha asbobimiz. Chelakda suv olib yurib, chelakda suvga tiqib, o'sha suvlab turib arlarni qoqishga, ya'ni zarar bermasdan qoqib tushirib yuborishga romkadan ishlatamiz. Ya'ni shotka deymiz. Mana bu endi pichoq deyiladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bunda o'sha asal olishda ishlatiladi asosan bu ham. Ungacha demak bu asboblarimiz ishlatilmaydi. Ya'ni pichoq asal olishda ishlatiladigan asbobimiz. Bu kichkinaroq. Bu esa kattaroq shuni. Masalan, kimdir o'sha kichkinaroq asalni olishda ishlatadi, qulay deb kichkinaroq pichoq ishlatadi, kimdir kattarog'ini ishlatadi. Ya'ni bu pichoqlar eng oddiy pichoqlar hisoblanadi. Bularda qo'shimcha yordamchi qulayliklari yo'q. Ya'ni o'zi asosan asal olish uchun qulay bo'lgan pichoqlarimizda ustki qismida turbada par yuradi. Ya'ni buni isitib beradi. Asalni kesgan paytda qulay bo'lish uchun, demak, yumshoq kesilish uchun. Bu endi oddiylarini tanishtirib qilmoqdamiz sizlarga. Ana bu esa stameska. Ya'ni ko'rib turganingizdek, plastik materialdan ishlangan qismi o'sha metal bo'ladi, qolgan qismi. Ya'ni uch xil ko'rinishi bor. Mana bu yog'ochdan, xuddi shuni, faqat yog'ochdan ishlangan qismi. Demak, bunisi endi sal ko'proq demak, yordamchi qismlari bor. Ya'ni stameskani o'sha qiradigan qismi desak, bu qismini bu yerda mix quradigan qismi bor. Masalan, bu yerda ramkani ko'chiradigan qismi ham bor. Bu yerda masalan qo'shimcha yana orasini ajratib uchun, ya'ni ramkalar bir-biriga qo'shilgan paytda o'rtasiga tiqib ajratish uchun ishlatiladi. Bu ko'tarish uchun ishlatiladi. Bu mixlarni sug'urish uchun ishlatiladi. Bu esa ustiga mumlarni qirib tashlash, ya'ni propolis yig'ishda ham mana shu qismi asosan ishlatiladi. Mana bu stameska deyiladi. Nomi shunaqa. Ya'ni bu bir nechta funksiyani bajaradi. Uch xil ko'rinishini ko'rdinglar. Hamma har xilni xohlaydi. Kimdir og'irmas desa, buni ishlatsa bo'ladi, masalan, funksiyalari ko'proq. Kimdir bu qismini, bunaqa ko'rinishdagini, kimdir bunaqa. Hammasi bir xil vazifani bajaradi. Ya'ni bu qismi o'sha ustidagi mumlarni, propolislarni yig'ish bilan, qirish bilan ishlatilsa, bu qismi o'sha ko'chirish, pastdagi o'sha asallarning tubidagi, qutisini tubidagi har xil ortiqcha narsalarni chiqarib tashlash uchun ishlatiladi. Shu kichkinagina qulay, demak, asbob, lekin juda ham muhim. Asalarichilikda eng muhim asboblardan, doimiy asalarichilikning yonida yurishi shart bo'lgan, demak, asbob mana shu stameska hisoblanadi. Bu ikkalasi, uchta narsa bu asal olishda ishlatiladi. Keyin asosiysidan bittasi mana boya aytib o'tganimizdek tutatqich. Tutatqichni biz hozir tayyorlanish jarayonini ko'rib o'tamiz sizlar bilan. Ya'ni tutatqichni qanaqa ko'rinishda tayyorlasak bo'ladi. Ichiga nima xomashyodan, ya'ni nimadan tutatsak yaxshiroq ish beradi, shuni ko'rib chiqamiz. Eng ko'p ishlatiladigan asboblarimizdan biri. Shuni hozir yoqishni o'rgatamiz. Ya'ni bu demak, buni yoqishimiz uchun bizga gugurt, o'sha chirigan to'nka, ya'ni ko'rganingizdek, mana to'nka chirigan. Mana ko'rib turganingizdek, mo'rt bo'ladi mana chirigandan keyin, mo'rtlashadi. Bu ham bo'lishga qulay bo'lishi uchun shunaqa qismini olamiz biz yog'ochni. Ya'ni o'sha to'nkalarni, o'sha chirigan qismini olamiz. Bu nihoyatda qulay bo'ladi ajratish. Va gugurt, keyin fleyka, tuxum fleykasi. Demak, qog'oz ishlatsa ham bo'ladi. Endi bu ko'proq yonganligi uchun biz shu fleykadan foydalanamiz. Mana og'zini ocha olamiz. Mana ochdik. Yoqamiz.
Mana ko'rib turganingizdek, tutatqich asbobimizni ishga tushirdik. Ish jarayoniga tayyor. Mana ishlatishimiz mana shu tartibda ishlatadi. Mana endi keyingi darsda buni nima uchun biz birinchi ko'rsatdik? Sababi boshlanishida o'zi eng ko'p foydalanadigan asbobimizdan biri shu hisoblanadi. Ya'ni ari havaskor arilar ham, professional arilar ham, kim ari bilan shug'ullanadigan, asalarichilik bilan shug'ullanadigan borki, hamma shu asbobdan foydalanadi. Xayr, sog'-salomat bo'linglar. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Mana ko'rib turganingizdek asalarichilik bilan shug'ullanishni yo'lga qo'yinglar.